Rahmatullo aka, menga 40 soniyada bolani oyog'iga aniq razmerda oyoq kiyim olish yo'lini o'rgating. Men hozir sizga aniq ishlaydigan 7 ta qoidani aytaman. Bularni yaxshilab ishlatsangiz, boshqa razmer bilan muammo bo'lmaydi. Birinchisi, kunning oxirida o'lchab oling. Bolaning oyog'i kechga borib biroz shishadi. Kechqurun olingan poyabzal kunduzi ham qismaydi. Ikkinchisi, 1-1,5 sm zaxira qoldiring. Bola oyog'i tez o'sadi. Oyoq kiyim uchida bir barmoq sig'adigan joy bo'lsin. Uchinchisi, ikkala oyoqni ham tekshiring. Ko'p bolalarda bitta oyoq kattaroq bo'ladi. Katta oyog'iga moslab oling. To'rtinchisi, paypoq bilan kiydirib ko'ring. Tor kelmasligi uchun qalinroq paypoq bo'lsin. Beshinchisi, orqa tomonini bosib ko'ring. Poyabzalning orqasi juda qattiq bo'lmasin. Qattiq bo'lsa, tovonda suvli pufakchalar hosil qiladi. Yettinchisi, oyoq kiyimni yurdiring. Do'konda faqat kiyib ko'rish yetmaydi. Bir necha qadam yursin, sakrasin. Bu videoni saqlab, bolasi bor tanishingizga yuborib qo'ying. Boshqa razmer muammosi bilan qiynalishmasin. Keyingi videolar bundan da foydali bo'ladi. Obuna bo'lmasangiz yo'qotib qo'yasiz.